Sizda bachadon bo'yni eroziyasi bor, uni kuydirish kerak deyildimi? Aslo shoshilmang. Eroziya tushunchasi bu eskicha tushuncha bo'lib, hozirgi kunda ektopiya yoki ektropion tashxisini qo'yamiz. Bachadon bo'yni eroziyasini davolash turini tanlashimizdan oldin ma'lum bir tekshiruv natijalari talab etiladi. Bu tekshiruv natijalariga asosan kasallikni nima keltirib chiqarganlik sababi aniqlanadi. Ya'ni infeksiya sababmi, gormonal muammolar sababmi yoki travmatik sabablar, ya'ni tug'ruqlar bo'lishi mumkin, abortlar bo'lishi mumkin, spiral qo'yish yoki olish jarayonlari ham eroziyaga sabab bo'lgan holatlardan biri bo'lishi mumkin. Bu tekshiruvlarga bachadon bo'ynidan sitologik tekshiruv, ya'ni pap test, keyingisi bachadon bo'yni skrining tekshiruvi, bachadon bo'ynini kolposkopiya tekshiruvlari hamda zarur holatlarda, kerak bo'lgan holatlarda bachadon bo'ynidan gistologik tekshiruv. Bemordan olingan natijalarga asosan bachadon bo'yni eroziyasini davolash konservativ yoki operativ yo'l orqali hal qilinadi. Operativ yo'l bu bachadon bo'yni kanizatsiyasi. Kanizatsiya amaliyotidan keyin bachadon bo'yni eroziyasi umuman takrorlanmaydi.